Endi pullaringizni dorixona uchun sarflamaysiz. Alisher Abdullayev xalq tabobati va tibbiyotni integratsiya qilib, bemorlarga shifo ulashayotgan narpaylik tabib hisoblanadi. Klinikada bemorlar quyidagi usullar yordamida davo topadilar. Qon olish, fizioterapiya, zaharlar yordamida davolovchi masajlar, shifobaxsh malhamlar, uzuklar, zamonaviy uskunalar yordamida kasallarga davo topadilar. Siz bu yerda bel churasi, zaharlar yordamida oshqozon, qizilo'ngach o'smalarini davolash va to'xtatish, gaymarit, yurak qon bosim kasalliklari, bo'g'im kasalliklari, nafas yo'llari shamollashlari kabi kasalliklarga tabiiy yo'llar, turli giyohlar, shifobaxsh malhamlar, uzuklar yordamida davo topasiz. Narpay tabobat klinikasiga butun O'zbekiston bo'ylab kelishadi. 100 dan ortiq bemorlar esa butunlay davo topib ketishgan. Siz ham o'z sog'lig'ingizdagi muammolarni Narpay tabobati bilan bartaraf qiling. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Manzilimiz Samarqand viloyati Narpay tumani Mirzavachcha qishlog'i Qo'zikin mahallasi.